400 kilo, 450 kilo chiqadi, o'ylashi mumkin. Bu mollar 500 tepasida aylanadi bular. Mollar katta mol. Akalar kichkina ko'rib qo'ymanglar. Mollar. Endi kep ustida ko'rib olinglar akalar. Ha, kesin eng yaxshisi tepasida gaplashamiz. Nima bo'lyapti? Keyin dastlabki muammosi bor-ku. O'zbekiston bo'ylab bir donaga ham dastavkani qilib bergan endi. Muhammadjon aka, endi siz chorvani ichida yurgan insonsiz. Bitta savolim bor-da aka. Videoni boshida beray, shu savol endi ko'pchilikka qiziqarli-da bu. Aka, misol uchun 30 millionlik buqa yaxshimi yo 30 millionlik xunojin yaxshimi? Siz ikkalasini ham proba qilib shu kunlarni. Assalomu alaykum. Chorva Market YouTube kanalining hurmatli tomoshabinlari, YouTube chorva buqa ishqibozlari. Aka-ukalar, Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Puchqo'y mahallasimiz. Inshaalloh sizlarning e'tiborlaringga Muhammadjon akamizdan yangi partiya. Akalar, partiya bo'lganda ham juda ham yirik partiya, xudo xohlasa buqalar bor, bular qo'ldan kelgancha sizlarga chiroyli ko'rsatib, ma'lumotlarni beramiz. Bizni uzoq yaqindan kuzatib turgan musofir akalarimiz bir donadan layklarni bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Kommentariyada o'z fikr mulohazalar qoldiraverasizlar. Qo'ldan kelgancha narx-navolarni akamiz yo'lida qo'yib beradi. Inshaalloh bugungi sanamiz hurmatli obunachilar 19-yanvar sanasi haftaning dushanba kuni 2026-yil. Muhammadjon aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, charchamay. Charchamayapsizmi aka? Sizlar yaxshimi? Charchamay. Obunachilarga abdush salom deymiz. Qo'llab-quvvatlab laykdan bosib turaveradi. Shuncha mehnatga olib kelyapsiz, bu mehnat qadriga yetib bitta kommentariyaga otangga rahmat deb yozib qo'yadi. Shuni iltimos so'rab qolamiz. Bu endi mehnat, bu narsalar tagida ancha katta mehnat turibdi-da. Bu yerda 7 ta 8 ta odam ertadan kechgacha to'xtab mehnat qilamiz. To'ppa-to'g'ri. Haligi misol uchun mollarimiz yetib kelgan. Yangi partiyalarimiz mana yangi yildan beri mol uzilish to'kilyapti-da. Misol uchun bir odam kommentariyaga yozishi mumkin, eski mol deb. Misol uchun eski mol ham bor. Menga qarang. Mol kelyapti, misol uchun molim 200 tadan kamaymayapti fermada. Misol uchun 70 ta 80 ta qolgan joyda yana bir mashina, iki mashina kelib ustiga qo'shilyapti-da. Buni tugatib turib olib kelaman desangiz, mol tugamaydi baribir. Nimagaki 5-600 ta moldan saralanib, 50 ta 60 ta olganda kelgan odam saralanib qolibdi deydi-da. Shunaqa gap bo'lmasin deb biz ustiga yangi partiya ham qo'shilyapti. Uzilliksiz keladi. Shuni e'tiborga oladi. Hali saylanib qolgan mol emas. Bunday sartorib bo'libdi. Mollarni o'zi axtarib ham hali yomon top bo'lmaydi. Bu tarafchilarni yaxshi desin. Faqat hurmatli obunachilar bor Asilbek. Kuzatadi, 4 partiya mol chiqadi. 4 partiya. Bir partiya ablikollar, oqayiqlar. Ikkinchi partiyamiz mana Mickey Mouse, Greenford, semental gibridlari ham bor ichida. Limuzinga smeshini bo'lganlar variantlari ham bor. Gap yo'q. 4 partiya mol chiqadi. Endi obunachilar mana gapga quloq solsin-da, bunday boshida aytib o'tib ketgan yaxshi. Nima desa, misol uchun kichkina molmi, katta mol bizda o'rtacha mol ham bor. Hali o'ylagan, izlagan molni topaveradi kelgan odamda. Nimagaki? Assortiment bor, ha. Kichkina partiya, katta partiya, gigantlari ham bor, misol uchun. Hali o'tga to'ymagan rasa yem boblari ham bor-da. Shohdorroq variantlari paltarashga bo'lib Nimaga desamda, oboradi, sulusga to'ysa ham o'ng'allaydigan mollar bor, noldan chiqib. To'ppa-to'g'ri. Jinefinde yem yeb qolgan varianti ham bor. Hali men 2 oy, 3 oy baxmoqchi edim, shunda qassobga tayyor qilaman, havo isib ketmasidan chiqarib olaman degan akalar bor-da. Hali havo isisa, sharoit ko'tarmaydi. Qo'ni-qo'shnisi yo boshqasi sassiyap deyish mumkin-ku. Aynan shunga katta buqalarimiz ham bor. Noldan ko'rsatib chiqetamiz mana. Mollarni bir qator ko'rsatamiz. Mollarimiz keyin Asilbek. Hamma molimiz oqsil, yashil kasaldan chiqqan mollar. Bu yerda o'zim bu yerda davolamaganman. U yoqda Rossiyada bo'lib tuzalgan. Bitta fermadan shartnoma qilingan, o'sha yerdan kelyapti mollar. Uzil-kesil yashilga, boshqasiga hijolat bo'lmaydigan bitta molni olib borib molga qo'shaveradi. Hurmatli obunachilar, manzarani ko'ringlar. Hammani xonadonda, firmasida mana shunaqangi akalar 100lab, 200lab mollar bo'lsin. Akalar hech ham o'ylanmanglar, Muhammadjon akamizning firmasida akalar doim akalar mol bo'lgan. Kami 100 ta 200 ta mol bo'ladi akamiz firmasida. Inshaalloh lakassa deb so'rasalar akamiz lakassa tashlaydi. Qolgani kelasizlar, ko'rasizlar, ustida savdo qilib olaverasizlar. Shu mana shu nomer qo'yib qo'yamiz. Nomerlar 4 ta qo'yasizlar baribir. Molimiz ko'proq. Shu 739 23 13 raqamiga xolasa WhatsAppdan, xolasa Telegramdan
Shuni yozib qo'ysa, lakasa degan so'zini men lakasani tashlab qo'yaveraman. Gap yo'q. Yana hali telefon qilib lakas tashlab olgan deysham, misol uchun telefon qilsa ko'tarilmay qolyapmiz, odam ko'payib ketib qolyapti. Endi Shunaqangi gaplar. misol uchun bu yerda endi katta joy, mol ko'p, odam ko'p keladi aka. Odam shunaqa bo'lib qolyapti. Misol uchun kecha ham ertalabdan kechga qadar savdo bo'lgan, kelgan odamlar bilan birargisi bilan bor-ku. Gaplasholmay qolibmiz-da, telefon qilib turib, aka, men vaqt ajratmadingiz borsam deyapti. Bu yerda ertalabdan kechga qadar misol uchun savdo bo'lyapti. Misol uchun kecha o'zim ham obedni shomda qilganman. To'g'ri gap-da. Endi siz bittasiz, endi keladigan odam akaman bori, bittasi akam bega qarasa men onlayn savdoga qarayapman, faqat dastavka chiqarib olish kerak. Bu dastavka ichida turganlarga ham ro'yxat qilib berasiz, "Monchadan oldim, moncha pul sanab olasan" deb. Mana shunday ishlar bo'lyapti. Keyin dastavka muammosi bor-ku. O'zbekiston bo'ylab bir donaga ham dastavkani qilib beramiz. Misol uchun, kecha ham misol chiqardik mana. Samarqand paxtachisiga ham chiqardik, misol Surxondaryo uzunga ketdi. Mollar yo'l-yo'lakay olib borib beryapmiz. Endi misol uchun Samarqandga mashinamiz borsa, u yoqqa gazlar yo'q bo'lsa Surxondaryoga bunday ish bo'lyapti. Hozir Surxondaryoga sotib qo'yganman bitta mol, bo'g'oz mol, ketdi. Hozir Qashqadaryoga mashina boradi. Qashqadaryoga gaz bor ekanda, ag'ichinda qayerroq ekan. U yoqdaga aka, bir balo lavuga yulab bo'lsa ham olib beradi uyga. Bitta odam qo'shib berganman. Xullas, lakasasi sizni bo'yningizda aka. Shu, dastavkasi meni bo'ynimda. Bir dona olsa ham, bir dona olsa ham dastavkasiga menimcha qo'shib berasan degan gap bo'lmaydi bizda. Ammo bir kun, ikki kun kutib qolishi mumkin. Uzoqdagilar olsa, misol uchun Xorazm, misol uchun. Xorazmliklar ham mol olyapti, misol uchun yetkazib berilyapti-da. Tilga javob qilinyapti, faqat bir kun, ikki kun u yoq bu yoq bo'ladi. Endi yaqin yer emas, akalar, ozgina 1-2 kun u yoq bu yog'i bo'ladi. Shunaqangi bo'lyapti. Tushungan holatda ozgina sabr qilib tursalang, chiroyli holatda mollaring uylaringga yetib boradi. Endi Asilbek, birdan boshlaymiz. Ablikollardan boshlaymiz. Endi misol uchun eng kichkinasini ham misol uchun palon pulga olgandan keyin olib borib qovoqga terimlib o'tirish eng yomon narsa-da. Olib borgandan keyin isitma chiqib yashirib bo'lib, bundan oqib, ular narsa mana biror donasini misol uchun bundan oqib yo'talgani yo'q mollar. Haliga o'ylanib turgani yo'q akalar. Endi tana olish kerak, bitta ikkitasini ko'zi og'rigani bor. U narsa shabadalashdan emas. Furaga yuklangan, ikkala yog'idan 1 metrdan joy ochib, tentini surib. Kamroq ochkizganmiz-da, chunki shabadalamasin deb. Ana shu sidatda zahriga sal bir ko'zi og'rib qolganlar bor ichida. Boshqa muammosi yo'q boshqa narsadan. Mollarga qarang mana. Shunaqa. Mollar aka o'ta zo'r. Mollar oqayiq chempionlari. Turgan akalarimiz ham juda ko'p edi. Mana akalar sizlar uchun Muhammadjon akamizda bor ekan buqalarning originallari, qo'ldan kelgancha chiroyli ma'lumotlarni berib chiqarib beramiz. Shoshilaverasizlar akalar. Asilbek, endi bularni video qilib ko'rsatamiz hozir, bir boshdan chiqarib. Buni akalar, buni otalari bor, o'zim boqishga tashladim endi. Sotmayman o'zim bir qator ko'rsatib qo'yiladi ularni ham. Mana boqsa mana shunaqa bo'ladi. Kelajagini. Zo'r. Endi boqiga tashladik. Kundan kunga o'ng'alyapti mollar. Bu tarafimiz mana to'qol desa to'qolidan, shohdor desa shohdoridan hammasidan chiqadi. Ablikollarimiz ham shohlisi bor, yo'q emas. Ammo sana o'li. Bir qator chiqaraylik endi. Muhammadjon aka, endi siz chorvani ichida yurgan insonsiz. Bitta savolim bor-da aka. Videoni boshida beray, shu savol endi ko'pchilikka qiziqarli-da bu. Aka, misol uchun 30 millionlik buqa yaxshimi yo 30 millionlik xunojin yaxshimi? Siz ikkalasini ham proba qilib shu kunlarda. Xunojin bilan buqani endi buqa ishqibozi menga qarangda. Bu savolingiz juda qiyin savol beryapsiz. Hamma odam suygan ovqatini ichadi. Buqani suygan odam buqani baqadi. Xunojinni baqgan odam xunojinni baqadi. Misol uchun xunojinni baqaydigan odam qashlab tarbiyasini qilsa, xunojindan zo'r foyda qiladi. Keyin bo'ladi. Buqani misol uchun qashlash ham shart emas. Yemin tashlab davlat ishida ishlaydigan odamlar ham yemin tashlab qo'yib ketsa, bo'laveradi buqani. Tagini tozalash ham shart emas-da. Ustasiga bog'liq deb aytasiz-da. Sizda bo'ylab balchiqda ham buqalar yuraveradi. Chunki mana shular qor ustida yurgan mollar. Mana shu mollar bor, qor ustida. Lekin akalar misol uchun endi buni men aytmoqchimanki, tarbiyasiga ham qarab. Misol uchun buqani 10 minglik tarbiya qilsangiz, xunojin 20 minglik tarbiyani talab qiladi. Xunojin esli bunday yuvosh tarbiyalash kerak-da, chiroylilar. Oyoq ko'tarmaydi. Novvos endi oxiri borib go'sh bo'ladi. Bu yeb ichsa bo'ldi. Xunojin boqqanlar sal ostilarini silab siypalab tarbiyasini qilsa, xunojinda ham boshqacha narsa. Baribir aka, sizda tajriba bor-da, mana javobni qaranglar akalar. Endi ham to'g'ri bir xona. Ikkalasida ham foyda bor. Endi
buqa boquvchilari xafa bo'lmashi kerak. Hunajin shaytonlari ham xafa bo'lmashi kerak. Ikkalasi ham bir-biridan ortiq bo'ladi boqsa-da. Buqani ham bilib olsa, misol uchun, bilib zo'rini olsa, buqa ham yaxshi foyda qiladi. Hunajini ham bilib olsa bor-ku. Hunajin ham buqani 1 yil yemlab ham undan foyda qila olmaydigan aka tarbiyalasa bo'ladi. firmamiz bo'yicha eng arzon mol nechta puldan boshlanadi? Endi firmamiz bo'yicha mana yetib o'tib ketayotda eng qiyin savol misol uchun keladi. Men eng kichkinasini tanlab chiqyapman deb turib, kelgan odam eng yaxshisini olib chiqib tursam, eng kichkinasini tanlab chiqib turgan bo'ladi. Uni hayolida-da. Eng arzon molni men ajratib beraman. 21 milliondan bu yoqdan, 23 milliondan Ablikoldan. Eng arzonni men ajratib beraman. Tanlab kelib ajratib savdo qilaveradi, holatiga qarab, chiqishiga qarab aytilaveradi narxni. Osmon aytilmaydi baribir. Meni mollarimning ichida misol uchun Ablikollarning ichida birinchi partiyaning ichida 24, 24,5, 25 lik mol ko'p ichida. 23 lik mol ham bor. Sal kamroq. 23, 23,5 lik kamroq salpal. Mana uning ichidan men chiqarib beraman 21 milliondan 5 ta chiqarib beraman. Uni men chiqarib beraman-da. O'zi tanlab olsa holatiga qarab kelishaveramiz. Tanlashga kelishiladi. Kelgan odam misol uchun men chiqarib bergan molni 10 ta odamdan 2 tasi oladi. Endi o'zim ham biror joyga mol olgan borsam, chiqarib berganim to'g'ri gap. Yo'qmay qoladi. Meni yo'qmay qoladi. Mol boqaman, o'zim tanlab olaman. Kelib tanlashaveradi obunachilar, holatiga qarab kelishaveramiz. Gap yo'q. Endi hali salimderoqni tanlasam, deroq aytiladi. Kattaroq, qimmatroq tanlasa, qimmatroq aytiladi-da, iloji Holatiga yo'q. qarab baho chiqaveradi. Shunaqa. Zo'r. Akalar videorolikni boshladik. Like'larni ayamanglar. Xudo xohlasa videoni bombasi bo'ladi akalar. Do'stlar, mana shuni akam Mana hurmatli obunachilar, boshlandi. Aka, avlikollarimiz nech bosh edi? bular 94 bosh. 94 bosh. 94 bosh. Akalar, mana. Mana. Mollarga qarang. Asilbek nima uchun bular yuguryapti? Oqsildan chiqib rasa o'ng olish kelganda, mana 100 talik ablikollarimiz qarangda. Shoxli variant, shoxsiz variant hammasidan bor. Akalar, kichkinagina bir shorts videosini qo'ygandik. Kechagi kunda 550 mingdan ziyod ko'rildi. Mollarga qarang. Mana, xuddi shularda akalar akasi o'sha. Mollarga qarang. Sog'lomligi zo'r ekan, ha? Sog'lomligi zo'r. Ishtahalari hamma yo'q zo'r. Faqat o'zi uchun bu mollarga bitta kamchiligi bitkanasiga o'kil qildira bo'ldi. Ha, mollarga qarang. Voy, joning sog' bo'lsinlar. Novot rangi deydimi? Qo'ng'ir rangi deydimi? Appog'i deydimi? Izlagan molni topaveradi bu kelgan odam. Hammasidan bor. Ha. Hammasidan bor. Aka, mana shular necha oylikdan endi? Bular 5 oy, 6 oy, 7 oy. Eng baland 8 oyda bu. Eng baland 8 oy, ha? Bu mol eng kichkinasini eng kattarog'i misol uchun 2 oylik farq qiladi, farq qilsa. Gap yo'q. Mollar haqiqiy akalar sortovoy mol ekan. Molni farqiga borgan odam bitta ko'rganda biladi o'zi. Buni qancha maqtaganimiz bilan molvozga o'rgatish keragi yo'q, boqib yurgan odamga. Ha, o'zi kelgan odamlar, bergan molga tushunadigan odamlar kelyapti ko'pi. Va ajratib chiqishini ko'rib, o'zingiz ochilib qoladi. Shunaqa. Endi molda ichida mol zo'r tushunadigan. Molda ichida o'zi yomoni yo'q-ku. Endi baribir molda, ya'ni o'zbek odamda qada bitta tanlab hammasini yeydi baribir. Bitta tanlab hali qiladi-da baribir. Shunaqa. Tugamayapti-ku aka bu. Ha, bu mollar mana. Qo'ng'irlarga qarang mana. Mashalloh. Mana qarang. Ana jonivor. Liniyasini qarang-da, mol liniyasini. Mollar, ana qarang. Bu mollar bor-ku, Asilbek. Sizda bo'yli balchiqda yuribdi, ko'ryapsan, botib ketyapti-da mol. Endi kelgan odamni olib chiqib, og'ilga olib kirib ko'rsatsam-da, ko'rsa o'zi. Ana shunda o'zi molni farq qilaveradi. Mollar boshqacha. Mollar oq ayoqlar. Manzarani qarang-da. Ha, janavallar. Mana bu mollarga qarang. Asilbek. Aka, onlayn savdolar ham bor, ha? Onlayn savdo bor-ku, Asilbek. Men misol uchun 25 millionga mol sotsam, onlayn ham, offlayn ham shu pulga sotaman. Misol uchun dastavkasiga kelgandan keyin 2 million o'tib berdi, kelib rasxod qildim desa, u rasxodni o'zi uchun qiladi. Bizda molga ozgina pul qo'yiladi, o'sha pul kelsa ham, kelmasa ham qo'yiladi, iloji yo'q. Maqsad shunday foydalanish hammani ham-da. Onlayn ham, offlayn ham birday. Ha, onlayn savdolar bor. Aka, nima qilishaveradi? Bular narx-navosi. Bular narx-navosi endi Asilbek. Buni ichidan chiqarib beraman 23 milliondan bor-ku. Bitta beramiz aka. Bitta ikkita desam uyat bo'ladi. 4 ta o'zim chiqarib beraman. 4 ta. 4 ta, ha. Obunachilar shuni farqlab olsin. 4 dona chiqarib beraman. Kelib tanlayveradi, holatiga qarab kelishaveradi mollarni. 6 ta desam nima desa aka? Men siz uchun men bo'pti 6 ta ham qilib beramiz mana Asilbek. 6 ta qilib beramiz mana. 6 ta.
23ligidan 6 bosh. 23 milliondan 6 ta chiqarib beraman. Gap. Ammo 2-3 kundan keyin kelib turib menga qarangda, 23 millionlikdan davay 6 ta chiqarib ber desa, men chiqara olmay qolishim mumkin. Nega desangiz, bugun erta sotilib ketib qolyapti vaqtli kunda. Shunaqa bu YouTube'ga chiqishi bilan mana ko'rsatib qo'yay mana. Mana shu mana 23 million ketaveradi mana. Hajjana. Ketaveradi mana shu. Addaga. Shunga sherik qilib beraman mana. Ko'ryapsizmi? Oyoq qaltirab turgan mol emas, o'ynab turgan mol. Aka mollar zo'r ekan. Yana mollar. Mana hurmatli obunachilar. Film. Mollar. Joning sog' bo'lurlar. Muhammadjon aka tanlab olishga qanaqa bo'ladi endi? Keladi menga qarang. Eng zo'rini tanlaydi menga qarangda. 26,5 ham yo'q. 26 milliondan tanlab oladi, ketaveradi. 26 million so'mdan tanlab olish. Hayriga ozmoz o'tib beraman. Hayriga. Akalar mana qo'rani ichiga Misol mana aslida mamlakatning kattalari bor mana. Ko'ryapsiz mana. Mollar qarang. Shu mollarimiz 120 atrofida chiqadi. Chiqadi akalar. Buni ichida eng kichkinasi ham 1 metrdan baland. Mana buni ko'ringlar mana akalar. Ba'da mana o klientlar ham keldi mana. Tahsillar. Mana. Har kuni keladi 2-3 kunda bir. Hamma joyda aylanib kecha kelib mollar kutdi. 3 kun keldi, hamma joyda ko'rib. Mana shu akalar olib kutdi. Bir so'rang mana qanaqa mollar sotyapmiz ekan, o'zi aytadi. Qayerdan endi bu akalar? Bu akam bo'ydidan bu tahsil. Bo'ydidan. Zo'r. Assalomu alaykum. Zakto'da ichida kam bo'lib qoldi, yana 6 tanlik. Mana. Bo'laveradi aka. Mana mollar qarang. Dolasa Alloh zo'r. mollar qalay aka, o'zingiz xolis gapiring. Mollar zo'r. Shunaqangi yeyapti. Eng zo'rligi bular, sog'ligi zo'r mollar. Ha, o'zi ham zo'r. Zoti, qoni tozaligi akalar. Mana mollar qarang, rasmga tushadigan mol bo'ladi. Molni qarang, polvonligini, orqalarini. Akalar, eslanglar bo'lsa Andijonda chiqqan xuddi shunaqasi. Mana shu go'dak narsa-da, bo'lsa 5 oylik mana shu. O'ta yosh narsa. Aka endi bir joyga ham aytib qo'yaylikmi? Bir joyga bo'lsa Asilbek, molimni ichida bor-ku. 24-25 lik mol juda ko'p. Bir joyga olsa 24 milliondan hayriga ozgina o'tib beriladi. 24 milliondan hayri bor. berasak. Hayri bor ozgina. Zo'r. Ko'p emas ammo hayri bor. Hurmatli obunachilar endi 94 ta. akamiz hayri bor deyapti. Chiqolab kelib, muomalaga bog'liq u yog'i. Navoda karim. Videoni ichida kechroq ko'rgan akalar bor-ku. 5 ta 10 ta kamaygandan ko'rgan akalar bo'lsa, bizda 5 ta 4 ta sotilgan molni ro'yxati bo'ladi. O'sha narxni chiqarib tashlaymiz, ketaveradi keyin. Zo'r. O'sha 24 milliondan hisob qilamiz. Oshi sotilgan bo'lsa, oshig'i, kami sotilgan bo'lsa, kami, plus minus qilamiz, hayriga yana o'tib beriladi. Misol 26 dan sotilgan bo'lsa 4 million so'm beriladi, ha? O'tib beriladi. Zo'r. Ana shunaqalari bor bizda. Mollar qarang. Hurmatli obunachilar, mana bu birinchi partiyamiz. Endi ikkinchi partiyani ko'rsatib beramiz. Video ham cho'zilib ketmasin, ha, ikkinchi partiyaga ham o'taylik. Akalar, bular mana ikkinchi partiya. Mashalloh. Aka qora qizil va jonivorlar. Qora qizil Greenfordlar kuchlilar bor-da. Mana bu qolarni ko'ringlar akalar. Mauslar qarang mana. Paltarashkaga yuryapti o'zi. Aka bu nima bu? Limuzinga gibridmi? Limuzin gibridlar mana ko'ring. Gazi uzun, zo'r narsalar. Mikkichamizni qarang. Danakcha va danakcha. Buni sherigi bor. Egizak haqiqiy. Hasan Husan. Mana akalar ozgina kattaroqlardan. Chiqishini qarang. Voy janolar. Jonivorlar. Haqiqatda akalar sog'lomligi zo'r ekan. Sog'lomligiga umuman gap so'z bo'lishi mumkin emas. Faqat olib borar boqadi o'zi uchun. Bular aka, uzoqroqdan olsa ham yo'lga ham zo'r yaraydi-da bular. Ha, bular aka aytyapman-ku, Asilbek, rasxoddan o'tganda olib boradi, boqadi. Bularning soni necha bosh aka? Bularning soni 75 bosh. 75 bosh. Zo'r. Muhammadjon aka, Angus so'raganlar ham ko'pda. Qachon keladi Anguslaringiz? Anguslarimiz xudo xolasa bir 12 kunlarda yetib keladi. To'g'ri. 10-15 kun oralig'ida. Mickey Mouse 10 kun 12 kun atrofida keladi. Mickey Mouse Anguslarimiz. Yo'q. Mollar qarang. Murodjon aka, xudo xohlasa pulni taxt qilib turavering, mana Anguslar ham kelar ekan. Mollar qarang. Inshaalloh. Juda yo'g'on o'ma. Ha, mollar o'ta baqbaqalari osilgan. Baqbaqalari osilgan. Haqiqiy rossiyskiy-da, hali Qirg'iziston, Qozog'iston buqalari emas bular. Mollar qarang. Ana qarang. Tonna bo'laydi deganlar. Ha, mollar qarang. Bo'y past bo'lganlar yo'g'onligini qarang. Mol. Bu tugadimi? Tugadi mana. Hammasi chiqibdi mana. Qani aylantirib boringlar bir. Mana akalar, buqani ko'ringlar. Zo'r. Ha, janavallar. Buni ichida ikkita sotilgani bor Asilbek. 2 dona aka. Ha, 75 bosh bo'lsa, 73 boshda o'zi qolgani. Ilk bosh misol uchun zakalat berib qo'ygan, ertaga olib ketadi uni.
Shunaqa variantlari ham bor. Misol qassobda puli bor akalarimiz misol mol tallarni hammasidan olaman deganlar borda. Ha. Necha kungadir boqib 5 kungadir. 5 kungadir ha? Bir oy, bir ham oy baqib tubimga teganmanda, unga baxmayman. To'g'riga. 10 million so'm puli bo'lsa, ikkita molga. Vakolatni beradi, vaqt turilaveradi. Gap yo'q. Akalar mana, kelasizlar molni tanlaysizlar, ajratib qo'yasizlar. Akamizni bo'ynida boqib turaveradi 5 kungacha. Ajjana vallah. Orqa korobkalarni ko'ringlar. Korobkalarni akalar. Endi bular narx-navosini ayting aka. Bular Asilbek endi 21 milliondan boshlaymiz, eng pasini. Nechta chiqarib beramiz? Endi 21ligi o'zi yo'q pashti. 22 desam ham bo'laveradi. 21 dan mayli ikkita emas, 4 ta chiqarib beraman. 4 ta. Siz uchun, ha. 4 dona chiqarib beraman. Qilaylik aka. Bo'ldi. Bo'lsa biz obunachilarga. Nima bo'lsa, hop 6 tasini bir joyga olgan akalarga 6 ta qilib beramiz. 21 milliondan boshlanadi. Ha. Yo'q, zo'rini olaman degan akalar bor-ku. Keladi 25 millionga talla bo'laveradi, eng zo'rini. Eng zo'rlarini akalar mana. 25 million so'mdan 25 millionga talla bo'laveradi. Xohlang qorasini, xohlang qizilini. O'shani ham hayri bor ozgina. Mana mollar qarang. Mollar, mikkichalarni ham qarang-da, panda polvonlar. Bo'ladigan narsalar Asilbek. Mollar xudo xohlasa akalar, endi boquvga ham bog'liqda hurmatli obunachilar. Ha, misol uchun 10 ta olaman desa 25 million narx yo'q Asilbek. 10 ta olaman desa menga qarang. Oldidan 10 ta tanlab olsa. 10 ta tanlab olsa 24 ham yo'q. 24 dan tanlab ketaveradi. 24 dan qilib berasiz. Bir joyga 10 ta olsa 24 dan qilib beraman, aytib turaman. Gap yo'q. Ana. Maza qilib boqadi mollar. Hurmatli obunachilar. Bundan oqib, hali shalt tegani yo'q mollarda. Bundan ortiq yana qanaqa variant kerak? Mana ular qarang-da mana. Bu mollar o'ta bo'yinli mol bo'ladi-da mol. Molni qarang, yo'g'olgan. Juda mo'l va bu. Ha. Go'sht foizini ham zo'r beradi akalar, mana shu mollar. Itagilar. Kilani yo'raveradigan mol bo'ladi, kilani bor-ku. Tarozini bukib beradi-da. Ha. Zo'r. Endi Asilbek mana ikkita kraska qilib qo'yilgani bor-da mana. Bu sotilmagan ikkitasi, yo'q. Bu kecha bitta akaga jinday kelishuvdik, qassob pulini bermaydigan uzoqda ekanda uni uyi. Katta Qurg'oqlik aka. Buni kelisholmadim ozgina. Aka sherigini olib kel, sherigini ikkitani aytamiz mana. Mikki olaman deganlarga Asilbek. Buni aka. Mana. Ularni ham bo'lib ko'rsatib qo'ying mana. Ajjanalar mana. Qani? Mana buni qarang. Mikkichalarni bormi mana Asilbek? Haydang. Ikkalasini mana endi. Ikkalasini 22 dan beraveramiz mana. 22 million. Shoxlari yo'q. Ha, shoxlari yo'q. Rosa parlabda lekin akamiz. 22 milliondan ozgina hayri bor. 22 dan akalar yana kam deyapti akamiz. Xorazm bo'ladimi? Qashqadaryo bo'ladimi? Surxondaryo bo'ladimi? Ya mana o'zimizni Puchug'oy bo'ladimi? Bir xil narxda sotilaveradi. Manzilda qizig'i yo'q aka. Ha, manzilda qizig'i yo'q. Zo'r. Valloh, hajjanalar, mana qarang. Jonivorlar. Hoy! Cho'rayapti. Mana qarang. Tormozini. Ketdiga endi aka 3 partiyga. 3 partiyani ko'rsatdik. Ha, jonivor, turishingdan sani. Aka bular polni shoxli ekan-a? Ha, bular shoxli variant. Shoxdan bo'ylab boqaman degan akalarimizga mana. Soni 14 bosh Asilbek. Do'stimomda haydan 14 bosh. Assortiment ekan akalar, sementali ham bor. Shoxli sementali ham bor, masalan, mana Mickey Mouse bor ikkita. Ha. Ikkita Mickey Mouse. Qizil Estondan bor. Kalmikka gibrid. Mana bunaqa Greenfordlari bor. Bular paltarashga bo'lgan. Ha, bularda sifati yo'qrog'i, g'o'dasi katta mollar. Paltarashga mollarda shoxli varianti. Oborib bog'laydi, uzil-kesil yechilib ketmaydi. Muhammadjon aka kimlardir mana shunaqangi molni qidiradi-da aka. Ha, kecha ham Samarqandga berdim bitta obunachimizga. Menga xuddi mana shunaqa mollar kerak edi deb mollardan berdim. Narxi ham yengil bo'ladi. Ha, narxi ham yengil, o'ng'allishi ham zo'r bo'ladi. O'ng'allishi ham zo'r. Bu shoxda bir bola bor-da. Bir gap bor bu shoxda. Aprelgacha boqsa bo'ladimi aka mana shular? Aprel, mayga pishadi, yaxshi baqsa. Aprel, mayga. Mana shu mollar bor-ku, noldan boqadi. Somonni bersa ham oshalab yeydi-da, chunki yem ko'rmagan mollar. Yemga to'ymagan, o'tga ham to'ymagan. Oboradi, sirazi filusga yurishni boshlaydi. Hali bir joyda qolib ketgan, oyog'i og'riq emasda mollar. Molni qarang, oborib bittaga o'kil qildirib qo'yadi. Oyoqlar qarang, buni baquvvatligini. Mollar qarang. Soni 14 bosh. 14 bosh. Mollar qarang, yerga yaqinligini. Polvon buqalar. Mana shu buqalar akalar go'sht haqiqiy foiz zo'r beradi. Aka nima deymiz endi bular narx-navo? Bular narxi bor-ku Asilbek. 22 milliondan boshlanadi. Hop.
22 milliondan ikkita chiqarib beramiz. Ikkita. Ha, endi buni 20. to'rtta deb olsak bo'lmaydi-da, chunki o'z soni kam buni. O'zi 14 ta bu. Oldilari mana shular ekan aka. Ha, oldilari mana shu Mickey Mouse'lar, Mana uni shu Greenfordlar bor shoxli. Mana shu qo'ng'ir akalar. Ha. Endi buni eng oldiga bor-ku. 29 million baho qo'yamiz. Oldi 29. Ya 29 ham yo'q, menga qarang. Bor 28. 28 milliondan tanlab olaveradi. Bitta oladim, ikkita oladim. Uni ham yo'lida qilib berasiz, tushib berasiz. Ha, ozgina hayra bo'ladi. Ozgina, Zo'r. ko'p emas ama. Mollarga qarang. Xohlaganingiz aka mana 28 dan tanlab olaverasiz. Aka bir joyga nima deymiz? Bir joyga olsa bor bularda aslida. Rosa bitta odamni moli ekanda lekin. Ha, o'zi men 26,5 qo'ymoqchi edim. Bu yerda o'zi 27, 27,5, 28 dan mol aksariyat ko'p-da. 27 dan tepasida mollar. Mayli bir joyga olsa bor-ku. Hop. 26,5 dan qilib olsak bo'ladimi? 26,5 demang aka. Bo'ldi, menga qarang. Tekis qilib qo'ying shuni. Bir joyga olsa 26 milliondan ketdi, Asilbek. 26 dan Ha. mana akalar. Chorva marketdan kelyapman desa bor-ku, yana 200 mingdan bonus qilib beraman. Ana bo'lmasa. Ana 25 million 800 Paltarashga bu qolar, ha. Paltarashga bu qolar. 25 million 800 mingdan. Shu puliga arzimaydigan mol bor-ku, ichida ikkita chiqadi chiqsa. 4ta 5ta chiqmaydi. Lekin mana bu oldilari aka 28. Oldilari ha 28, 29 ga ham arziydi aslida oldim. Mana qarang kattaligini molni. Mana shu mollar. molingiz ham aka hazlagan mol bo'lmaydi. O'ynashini qarang, lekin bu mollar mana. Ay canavarlar. Mollar qarang. Ay. Oyoq qo'li butun mollar. Men aka bitta narsaga qoyil qoldim. Ha. Molxonangiz bo'yicha haligi oqsoqlab, Ha, mollar eshibdan. xunish turgan mol yo'q ekan. Yo'q, Hammasi o'ynab kulib. Haqiqiy bor bular. Hozir ham og'ilga kirmaydi, kerak bo'lsa. Kechqurun kiryapti xolos. Bular sovuqqa ham, issiqqa ham chiniqqan mollar ekan. Shunaqa. Mollar sog'lom. Bu yoqda aka hazlakan sovuq bo'ladi. Ha, mollar qarang. Ha, janolar o'ynashini qarang. Mana shu mol ham ketaveradi misol uchun. Arzonda mollar. Ya qimmat etilgan yo'q. O'zi ko'ring, ichida 22 kilo mol chiqmayapti. Men 22 dan chiqarib beraman deb lo's qilib qo'ydim, chiqarib beraman ama. Zo'r. Chiqarganda ham ikkita chiqarib beradi. Ha, ikkita chiqarib beraman. Yo'q, men 4 ta olmoqchi edim desa bor-ku. Yana qo'shadi, kelishib ketaveramiz. Ozgina aka, 4 ta chiqarishni chunki iloji yo'q. Uni borini boricha etib ketak. Gap yo'q. Endi 4-partiyani chiqaraymi Asilbek? Bu. Ne rahmat bitta bitta. Akalar mana eng so'nggi partiya. Mana bu qolay ko'ringlar. Zo'rini zo'r deyish kerak-da akalar. Mana. Voy mashalloh, mana bu qani ko'ringlar. Ikkita o'tib ketib qolmasin. Gap yo'q. Hammaga nasib qilsin akalar, mana shunaqangi buqalarni boqishlik. Tonnaga tezda boradigan Asilbek. Tonnaga. Ko'p boqmaysizlarda. O'zi yarim tonnadan tepada bular. Mana bu qolay ko'ringlar akalar. Bir buqani zo'rini boqmoqchi edim degan akalarimiz mana kelaverasizlar. Ana. Qo'matjon aka, Hey. bularni akalari deydi-da bular. Ha, mana shu Greenfordlarni bitta joydan kelgan bular akalari. Joni sog' bo'lgan. Fermasi bitta, fermasi. O'zi. Ha, shu yashin. Mollarga qarang. Voy mashalloh. Biror dona shoqi bori yo'q bularning ichida. Hammasi to'qol, ha? Ha, hammasi to'qol. Hammasi to'qol. Mollarga qarang. Shoxsiz. Belini qarang, belini. Boqqanda foizni ko'p beradigan xolasida, foizni ko'p beradigan. Mana buni qarang akalar. Molni qarang. Panda bo'lib ketibdi-ku aka bu, ha? Ha, panda polvon bu haqiqiy. Voy mashalloh. Mollarga qarang. Havas qilganlar layklarda yemanglar. Mollarga qarang, Asilbek. Aka, mana shular 550 kilo chiqadi. Ha, oldi bor 550 dan ziyod ham chiqadi. Baland. 100 ga. Nega desangiz, mana ular bor, mana. Mana shular 600 ga ilashadi. Mana. Yana xudo. Endi to'shin tortilib ko'rilgan yo'q. Tulashga kelib mollar. Rosa o'ng'alish keldi u janavarlar. Bular ham aytganda o'ta zo'r. ha, yashurdan chiqqan bular ham 100%. Mollar juda zo'r. Mollarga qarang. Kattaligini qarang. Voy joning sog'. Olib boradi, Qurbon hayitga deb baqaveradi. Juda Qurbon hayitga borib pishadi bu mollar. Bular yemni ham zo'r ko'tarsa kerak aka. Ha, bular yemni ko'taradi. Ha. Endi Asilbek bularga boru, narxlar yetaylik, ha? Mollar qarang o'ynashini. Voy Mollar qarang o'ynashini. Ana. Janavarlar. Mollar. Mana qarang. Shuncha gavdaga akalar o'ynaqlab yurishini qarang buni. Asilbek bularni boru, narxini yetaylik. Chiroyliqda 32 milliondan bori bularda. Eng pastini 32 dan chiqarib beraman. Seryozni aka? 2 dona chiqarib beraman. Ha, 32 dan ham chiqarib beraman.
Gap 2 yo'q. dona. Bo'lganda 32 million so'mdan hurmatli obunachilar mana. Mollar mana sakrayib turgan ham ketaveradi chiqarib 32 ga mana. Sakrayib turgan ham. Mana shu ham ketaveradimi? Ha. Men qarang, bularni bor Asilbek. Eng zo'rini olaman desa o'zi bu yerda bir 7 tami borda dahshati. Mana bunaqangi. Bir xillari. Mana. Mana jonim. Eng zo'rini tanlab oladi 37 million. 38 oldi 39 aka. 38 39 desam ham yarashadi. U narxda etmaylik. Mana shu molda mana shunaqasidan tanlab olaveradi 37 million. 37 million so'mdan akalar mana. Endi hammasini bir joyga olaman desa bor-ku, o'z soni ko'p emas Asilbek. 15 boshli bir joyga olaman degan akalarga men qarang 35 million demayman. Bizda undan narxi yo'q. 35 ham yo'qmi? Ha, 34 ham yo'q. Bir joyga oladi, keladi 34 milliondan baraka bir joyga. 34 million so'mdan aka. 34 million pastidagi molim bor-ku. Ikkita bor xolos buni ichida. Obunachilar bilsin-da. Akalar mana bu qolarda qayta beradi. Vallahi qarang. Joning sog' Ko'kraklar qarang, to'shlarni mol janavar. Oyog'ida Mo'g'ar. kengligini qaranglar mana. Yo'g'onliga qarang, eng gavdasi kichikroq mol shuni ham. Ammo o'ta polvon. Mana akalar. Ha, joning sog' bo'lgunlar. 34 million so'mdan akalar. Soni 15 bosh. 15 bosh. Bo'lganda ham toza 100 taliklarda birortasida danahta shoh yo'q. Film Hammasi firma bu qolar. to'qol. Ha. Kelaveradi. Obunachilar, mana shular olgan odam haqiqiy baraka topadi. Endi Pulini telefonda ham tezda aylantiradi aka. telefonda bor-ku. Katta mol kichikroq ko'rinib qolyapti. Kep tepasida kep ko'rsin. Mana shu mollarni 500 kilo chimaydi deb o'ylaydiganlar hozir bor. Negativchilar baribir bo'ladi-da bu. Choli Keladi, ha. ko'rmaydi aka. Keladi, ko'zi bilan ko'radi, shunda ishonadi. Issiq joyda o'tirib, misol uchun 400 kilo, 450 kilo chiqadi o'ylashi mumkin. Bu mollar 500 tepasida aylanadi bular. Mollar katta mol. Akalar kichkina ko'rib qo'ymanglar. Mollar. Endi kep ustida ko'rib olinglar akalar. Ha, kesin eng Kep yaxshisi ustida ko'rib tepasida olinglar. gaplashamiz. Ana shu mol ham hazlakan mol emas ekan. Hurmatli obunachilar, kelaverasizlar. Xudo xohlasa akamizni firmasidan mol uzun. Buni ichida Asilbek mana 2 dona bor, sementalga gibrid mana. 100% semental emas, sementalga gibrid mana shu ikkalasi. Shu jonim. O'zi aylan. Mana shuni ozgina Ha, oyog'i. mana shu molim oyog'i oqsayapti, ammo aytib o'tib keting uni ham. Qosin desa qolaveradi aka. Qolaveradi, o'zim Problemasi baqaveraman. yo'q. Ha. O'zi bor, dehqon menga qarang, chirigini yeydi deydi-yu. Men oyoq cho'laq, ko'zi ko'riladi baqaman. Ko'zi yaxshilardan yaxshi qilveraman, ammo men. Bo'zchi bo'zga yolchimaydi, Ha, shu aka. Shunaqa, o't shunaqa. Vallahi qarang. Shunaqada. Sementalga Endi gibrid. chiriga qolsa ham o'zingiz Ha. Sal kundan keyin ha. Umar bo'laverasiz. 20 kun, bir oyda olib kelsam tolashib qoladi klientlar. O'ynab qoladi-da mol chunki. Ammo olsa arzonroq beraveraman. Gap yo'q. Hurmatli obunachilar, kelaverasizlar. Hammani chorvasiga Alloh baraka bersin. Akalar olgan yutuqda. Bittami, ikkitami, nechtaga mablag'ingiz bo'lsa kelib oling aka, inshaalloh bir 10 kundan keyin aka, Xudo xohlasa. Bular bor-ku. 10 kundan keyin o'zi mollar natijasini ko'rsatadi ham, keyin bular bor-ku Asilbek. Olib borib boqadi. Aprel, mayga bor-ku, yolib ketaman deb pishadi. Go'shtlarning narxi ham sal siljib qoladi shunda. Aka, o'zingiz ham boqdingiz, ko'rdim. Ha, u mollarni sotdim. Bir tonna 200, 250 kiloga bordi. Bo'ldimi o'shalar? Dahshat bo'ldi. Zo'r. Mana o'shalarda akalar davomchisi. Men ham o'zi xuddi mana shu fattidan olganman, mana shunaqa. Film firma edi. Kelishaveradi obunachilar, Asilbek. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar akalar. Kelaverasizlar.